Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bayonot e'lon qilib, BDT kishilik huquq oliy komissarini Uyg'urlar uchrayotgan insoniyatga qarshi jinoyatni qo'llab tekshirishga chaqirgan. Ular 31 avgust kuni e'lon qilgan bayonotida mundaq degan: Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning Xinjiangdagi terrorlikqa qarshi turish siyosatini davomlashtirish haqida qilgan so'zi rayondagi insoniyatga qarshi jinoyatning davom qilayotganligini ko'rsatib berdi. Bir yil ilgari, ya'ni 2022-yil 8-oyning 31 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan zulmining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan. Xalqaro majburiy g'oyib qilib o'tilganlarni xotirlash kunida Uyg'ur harakati Sharq Turkistonda davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligi va majburiy g'oyib qilib o'tilganlar uchun adolat talab qildi. Bir kishilik huquqi daxli taruz qilish qilmishidan eshib, insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirgan majburiy g'oyib qilib o'tish jinoyatiga diqqat tortish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi 2010-yil bir qaror ma'qullab, har yili 30 avgustni xalqaro majburiy g'oyib qilib o'tishning ziyonkashligiga uchraganlar kuni deb e'lon qilgan. Uyg'ur harakati bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Sharq Turkistonda JKP hokimiyati tomonidan majburiy g'oyib qilingan Uyg'urlarni asladi va adolat talab qildi. Malayziya, Indoneziya, Filippin va Vyetnam Xitoyning yangi xaritasiga inkas qaytarib, talash-tortishdagi rayonlarni o'zining zimini qilib ko'rsatganligiga norozilik bildirdi. 8-oyning 28-kuni Xitoy Tabiiy boylik ministrligi e'lon qilgan xaritada Janubiy dengizidagi Malayziya, Vyetnam, Filippin va Bruney bilan egilik huquq talash-tortishi bo'lgan rayonlar bilan birga Hindistonning ba'zi joylarini o'zining qilib ko'rsatgan. Xitoy iqtisodining nachar musobaqasi pay bozorida ifodalandi. Doirlar mablag' soluvchilarni qaytarib olish uchun bir qator tadbirlarni qo'llangandan keyin Xitoy paychiga yana bir hafta yuqori o'rladi. Ammo foydaning ko'pinchisi oxirida chet el mablag'ining chekinishining eshishiga ergishib yo'qolib ketdi. Bloombergning ko'rsatishicha, bu Xitoyning tadbirlarining eshayotgan andishlarini yo'qotishdan xilali yiroq ekanligining alomati ekan. Qirg'iziston Madaniyat, uchur, tantarbiya va yoshlar siyosati ministrligi Xitoyning TikTok detalining bu davlatda ishlatilishini cheklashni qaror qildi. Ministrlikning 30 avgust e'lon qilgan bayonotida bu appning bolalarning ruhiy yetilishi va sog'lomligiga positiv ta'sir ko'rsatadiganligi ko'rsatildi. Buningdan boshqa yana bu haqda xalqdan nurg'un shikoyat kelganligi bildirildi. Tayvan Davlat Mudofaa Ministrligi havo tavalligida Xitoyga da'va o'tishga urush aeroplani va 5 harbiy paraxodning bayqalganligini xabar qildi. Ministrlikning ijtimoiy aloqa to'r bekiti X'da e'lon qilgan bayonotida 32 aeroplanning 12sining Tayvanning bo'g'izdagi havo va dengiz liniyasini kesib o'tib, Tayvanning havo mudofaa farqlantirish rayoniga kirganligi bildirildi.